Qo'limda turgan ushbu sertifikat menga emas, Sensorika IT o'quv markazini 14 yoshli o'quvchisi Ibrohimga tegishli. Ibrohim yaqinda Thomson xalqaro maktabida bo'lib o'tgan dasturlash sohasiga oid musobaqada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ibrohim, yutuqlar bardavom bo'lsin, muborak bo'lsin. Katta rahmat. Dasturlash bo'yicha birinchi yutug'im hisoblanadi. Musobaqada Python bo'yicha savollar tushdi. 30 ta, men ulardan 26 tasini to'g'ri yechdim. Bu natijaga erishishga meni Sensorika IT o'quv markazidan Nurmuhammad ustozim yordam berdilar. U kishi meni noldan hozirgacha dasturlashni o'rgatadilar. Python, JavaScript, HTML, CSS larni o'rgatib kelyaptilar ustozim. Kelajakda qanaqa musobaqalar bo'lishidan qat'iy nazar ularga qatnashib va birinchi o'rinlarni olib kelishga niyat qilaman. Dasturlash umuman yosh tanlamaydi. Mendan kichikmisiz, men qatormisiz, mendan kattamisiz, Sensorika IT o'quv markaziga kelib o'qisangiz bo'laveradi. Hamma sharoitlar bor. Biz sizga namuna tariqasida bittagina o'quvchimizni ko'rsatdik xolos. Sensorika IT o'quv markazida dasturlash sohasi bo'yicha natijaga erishgan o'quvchilar talaygina. Agar siz ham dasturlash sohasiga qiziqsangiz yoki kompyuterdan mukammal foydalanishni xohlasangiz, o'quv markazimizning kurslariga yoziling.